Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bugun 13-fevral kuni o'zbek san'atida katta yo'qotish, ya'ni dizayn jamoasining a'zosi Dilshodbek Musabekov vafot etdi. Alloh marhumni rahmatiga olsin, joylarini esa jannatdan qilsin, yaqinlariga sabr bersin. Bugun o'zbek san'ati va kulgi olami og'ir judolikka uchradi. Ko'plab muxlislari mehrini qozongan iqtidorli san'atkor, dizayn show jamoasining a'zosi Dilshodbek Musabekov olamdan o'tdi. Marhum o'zining betakror hazillari va samimiyligi bilan xalqimiz qalbidan chuqur joy olgan edi. Uning vafoti nafaqat oilasi, balkim butun san'at ahli va minglab muxlislar uchun kutilmagan va katta yo'qotish bo'ldi. Alloh marhumning o'z rahmatiga olsin, joylarini jannatdan qilsin, oilasiga esa sabr bersin. Hozircha marhumning nima sababdan vafot etgani noma'lum. Aziz yurtdoshlar, Allohdan keldik, Allohga borguchimiz.